4K 60 FPS'te zapis bo'lib turibdi video. Bo'ynimda 450 ming so'mga olingan mikrofon bor. Shuning ovoz yozish güchini tekshirib turibmiz desak ham bo'ladi. Ovozim yaxshi eshitilib turibmi, dunukmi? Videoda ko'rib olaman, hozircha zapis bo'lib turibdi. Hammangizni ishlaringiz rivoj. Mashinada hozirgi vaqtda rulda harakatlanib turib, qo'llarim hozir mening rulda turibdi, diqqatim masalan yo'lda. Lekin rulni boshqarib turib, bir qo'lingizda kameraga olib ketish mumkin emas bo'ldi. Mumkin emas. Buning jazosi bor, shtrafi bor. Shuni yodda qo'yinglar. Shuni yodda qo'yinglar. Ogohlantirib qo'ydim lekin. 1 minut zapis etdi, ovozimni bo'ldi. Videoda ozgina foydali maslahat aytib o'tdim. O'zingiz bilasizlar. Rulda vaqtlaringizda yo'lga qarash kerak. Hattoki kameraga qaramaslik kerak, ya'ni ekran ham qaramaslik kerak. Ko'zingiz yo'lda, qo'lingiz rulda bo'lishi shart. Oyoq tormozda. Ha, shunaqa gaplar.